Alhamdulillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Aziz mehmonlar, mana bu xonadonda endi Allohga shukr juda ko'p umra safarini Xudo nasib qilgan hamshaharlarimiz juda saflar kengayib boryapti. Xudoga shukr, ko'pchilikka Xudo bu yil nasib qildi yana. Bu umra safari o'zi bir sunnat amal. Lekin borib Baytullohni tavob qilishlik, o'sha Baytullohdagi barakotlar, ibodatlarni savobini qanchalik ulug'ligi, bu yerdagi o'qilgan 2 rakat namoz boshqa joylardagi namozlardan 100,000 martabasi yuqori, savobi ajri baland. Shunga o'xshagan marhamatlar, Baytullohni o'ziga qarab turishlikning o'zi ibodat. Boz ustiga mana bu Hajarul Aswadni ziyoratlari haqida shunaqa bir marhamatlar bor ekanki, kimiki bay'at nasib qilmagan bo'lsa, Payg'ambarimiz alayhisolamning zamonalaridan keyin dunyoga kelgan xalqlar haqidagi gapda bu endi bizga o'xshaganlar endi. Sahobalar Payg'ambarimiz alayhisolamga bay'at qilishgan. Payg'ambarimiz alayhisolamdan keyin endi o'sha bay'at nasib bo'lmagan odamlar hajga borsa-yu, Baytullohni tavob qilsa-yu, Hajarul Aswadni o'pib ziyorat qiladigan bo'lsa, yoki Alloh va Allohning rasuliga bay'at qilibdi degan bir marhamat borda. Mana bu endi juda bir katta bir sharafli bir Xudoning ne'mati bu. Ilohim Parvardigor olam o'sha Payg'ambarimiz alayhisolamga, Alloh va Allohning rasuliga bay'at qilganlarni qatorida qilsin Ilohim. Alvarjonni ham, rahmatini ham, ular bilan birga shu safarda bo'lganlarning hammalariga ana shunaqa sharofatni Xudo nasib aylasin. Endi u joylardagi muqaddas joylarda duo ijobat bo'ladigan joylar, Safoda duolar bor, Marvada duolar bor. Yana boshqa ulug' joylar, g'orlar, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning yurgan turgan joylari, masjidlar, ziyoratgoh joylar, o'shalarning hammalarini alohida sharofatlari bor. Hammalarining alohida fazilatlari bor. O'sha joylardagi qilingan ibodatlar savobi baland, o'sha joylardagi qilingan duolarni ijobati ko'proq umid qilinadigan bo'ladi. Ilohim o'sha ishlarni hammasidan Xudo nasib qilsin. Mana bundan keyin endi Madina Munavvaraga borib Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni ziyorat qilishlik endi buni hammamizdan bilib turibmiz, bu qanchalik ulug' narsa, ulug' bir ne'mat ekanligini. Borib Payg'ambarimiz alayhisalomga salom beradi, salovat aytadi. Payg'ambarimiz alayhisalomni salom bergan, salovat aytgan ummatlarini salomlariga javob qaytarishlari, ularni salomlarini, salovatlarini eshitishlari haqida qancha rivoyatlar bor. Alloh taolo o'sha Ravza-i Mutahharadagi barakotlardan ham ularga Xudo nasib qilsin. Albatta qilinadigan amallarni hammasiga o'sha amalni bir e'tibori, o'sha amalni bir hurmati, o'sha amalni qadr-qiymatini bilib, uni bir qadrga yetib, o'shandan bir umidvorchilikni, niyatni chiroyli pokiza qilib, ziyoratlarni, duolarni, o'shandagi qilinadigan vazifalarni ado qilar ekan, inshaalloh unga juda katta ajrlar bor edi. Madina Munavvaraga borganda insonning qalbi bir muloyim bo'lib, axloqi, odobi bir chiroyli holatga kelish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolamning sharofatlaridan. Borgan odamlar o'zlari tajriba qilib, o'zlari his qilgan narsalarni aytishib turadiki, u yerda bir sukunat bor deyishadi. Boshqa joylarda yo'q bir holat o'sha yerda bor.
sokin bir Madina Munavvara deydi. Hammadan bir ko'nglida bir tinchlik, xotirjamlik, ajoyib bir ibodatlarda halovat shunaqa bor deb aytadi. Albatta Payg'ambarimiz alayhissalomning sharofatlaridan shunday bo'lish kerak. Madina Munavvara bilan Makka Mukarramani fazilatlari bayon qilinganda bir buni maqomini, darajatini bayon qilishlik uchun bir kishining rivoyatlarini eslaymizda. Savol beribdi bir zotga bir kishi, Payg'ambarimiz alayhissalom hujralarini maqomi biladimi, Baytullohni maqomi biladimi deganda, agar hujrani o'zini iroda qilayotgan bo'lsangiz, albatta Baytullohni martabasi baland. Ammo hujradagi zot Payg'ambarimiz alayhissalom bilan hujrani e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, dunyo va oxiratda hammasidan u hujra-i saodat Payg'ambarimiz alayhissalom maqomlari baland. Chunki Baytulloh o'zi Payg'ambarimiz alayhissalom uchun qurilgan. Koinot Payg'ambarimiz alayhissalom uchun xalq qilingan. Lavlaka lama xalaqatul aflaka degan bir hadisi qudsiy bor. Agar siz bo'lmasangiz, ya'ni sizni yaratmasam, yer va osmonni, koinotni yaratmasdim degan. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul xalqa deb marhamat qilgan ekan Xudo. Men bir maxfiy kon edim. Hikmatlar, ma'rifatlar, ne'matlar koni edim. Fa ahbabtu an u'rafa, o'zimni tanilmog'imni yaxshi ko'rdim. O'zimni tanitkim keldi. Fa khalaqtul xalqa, xalqni yaratdim. O'zimni tanitish uchun. O'sha o'zini tanitishligini iroda qilgan xalqlarining ichida eng ulug' xalq Payg'ambarimiz alayhissalom ummatlari. Qur'oni azim sha'nida Haq taolo azizmu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas deb marhamat qilgan. Ya'ni ummati Muhammadiyya uchun, biz uchun aytilgan bir maqom bu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Sizlar ummatlarning eng yaxshisi bo'ldilaringiz. Hazrati Odam alayhissalomdan tortib to Payg'ambarimiz alayhissalomgacha o'tgan payg'ambarlarning har qaysilarini o'zlarining ummatlari bo'lgan. O'sha zamonda yashagan, o'sha zotga tobi bo'lgan xalqlar bo'lgan. O'sha payg'ambarlarning ummatlari. 124 ming payg'ambar o'tgan deyiladi. 124 ming payg'ambar o'tgan bo'lsalar, 124 mingta ummat bor endi. Shu ummatlarning ichida eng yaxshisi, eng ulug' sizlar deb Xudoyim Qur'onda marhamat qilgan. O'sha hadisi qudsiyadagi men bir maxfiy kon edim, o'zimni tanitishni xohladim-u, xalqni yaratdim deganda asosiy eng mu'tabar xalq Payg'ambarimiz alayhissalom ummatlarida. O'sha kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nasdagi o'sha eng yaxshi ummat bo'lgan xalq Xudo taoloning irodasidagi eng ulug' xalq ekanmiz. Mana shu ummat. Payg'ambarimiz alayhissalomning sharofatlaridan hammasi shu. Alloh taolo Payg'ambarimiz alayhissalomga shunaqa ulug' darajat, maqom bergan. Koinotni shu zot uchun yaratganligi, arsh, kursiylar, lavhu, qalamlar Payg'ambarimiz alayhissalomning sabablaridan yaratilganligi, dunyo va oxirat hammasi Payg'ambarimiz alayhissalomning sharofatlaridan yaratilganligi aytilyapti. Ilohim, Parvardigor olam bizga shunaqa sharofatli holatni, ulug' ne'matni nasib qilibdi. Ya'ni ummati Muhammadiyalik sharofati, ummati Muhammadiyalik ne'mati. Mana shu ne'matning shukronasiga Xudo bizga tavfiq bersin. Shu qadrimizni bilaylik. Mana biz Madina Munavvaraga borib, Makka Mukarramaga borib, o'sha joyni qadriga yetib ibodat qilgan odamlarning ibodatini ajri katta bo'lishligini aytib turibmiz.
beparvolik bilan u yerlarni haqida tafakkur ham qilmay palapartish bir borib keldim degan odamlarda holatidan albatta ogoh odamlarning holatlari yuqori bo'ladi. Ogoh, hushyor odamlarning qilgan ibodatlarini ajri katta. Ogoh, hushyor odamlarning ziyoratlari haqiqiy ziyorat bo'ladi. Ilohim shu muborak safarga borayotgan har bir vatandoshlarimizni ogoh qilsin Xudoyim. Mana endi navbat yana bilmadik bir ikkita umra bo'lsa bordir. Navbat endi hajga keladi. Hozirdan haj boshlanayotgan, harakatlari boshlanib ketdi hajni. Hajga iroda qilib turgan hamshaharlarimiz bor. Hammalarini Alloh taolo sihat salomat borib shu haj ibodatlarini ham chiroyli qilib qaytishlarini nasib qilsin. O'sha muqaddas joylarni tafakkur qilib, qadrini bilib ulug'lab kelishni nasib qilsin. Men borganimda 91-yilda boruvdim men. Borib shu odamlarni xizmati bilan endi Andijon hojilariga bosh bo'lib borganman. Endi o'shalarga mehribonchilik, ularning xizmatini qilaman deb o'zim bir tuzukkina bir ibodat ham qila olmay qo'yganman. Hech ichim chiqmagan. Juda maza qila olmay o'zim shunaqa holatda kelganman. Bir xoli kelsam, bunaqa odamlar bilan aralashmasdan o'zim yakka kelsam, qoralar ko'chalarda, ko'priklarda, aylarda qora tanli odamlar yumalab yotaverar ekanlar. Men ham shularning ichiga qarasa kirib yumalab yotaversam, tanib qolgan odamlar, mehmonlar, vatandoshlar, boshqalar mehmonga chaqirishdi. Mehmondorchilik qilib ashirlarda shunaqa yurishlar menga yoqmadi shu ishlar. Birov bilmasa-yu, Xudo nasib qilib xolis borsa-yu odam shu hajni shunaqa xolis qilsa-ki, ashalik qora tanlilarda qatoriga kirib olib yumalab yotsa-yu, birovda ishi yo'q bu bilan nima yeyapsan, nima ichyapsan, holing qalay deydigan odam ham yo'q. Xudo bilan bo'lib o'zi shu maza qilib keladigan joyda endi. Afsuski odamlardan shuni qadriga yetsa edi, shuni qadriga yetgan odam shunaqa bo'ladi. Shunaqa holatda yurib men o'zim yaxshi ibodat qila olmaganligimdan o'sha joylarda bir shu ibodat bilan, zikr tasbihlar bilan bayoda Alloh bo'lib ko'p yig'lab namozlarda shunaqa bo'la olmaganimga pushaymon bo'lib qaytayotgan vaqtimizda Madina Munavvarada avtobusga odamlar chiqqan. Men avtobusda orqasiga o'tib odamlar to'lguncha yotib shu yerlarga betimni surkay desam hijolat bo'lyapman. Hali noqulay bo'lyapti o'zimga. Himmatim past shekilida. Agar himmatim past bo'lmasa, yaxshi, komil odam bo'lganimda yotib olib yumalab betlarimni surkasam kerak edi. Muhammad Amin domlaning dadalari Baytullohga borganlarida mulakam bilasizlar. Baytullohni darvozalaridan o'milab kirgan ekan. Betini yerga qo'yib, shu o'pib yerlarni mazza qilgan ekan, nima mulakam. Mulakam hamma haligi hijolat urishlarni yig'ishtirib qo'ygan bir chekiga. Hech narsa bilan shu masof qo'ygan bo'lsa kerak mulakam. Shunaqa qila olmasdan, avtobuslar orqasida o'tirib yerga yotolmasdan, yerda bir betimga yerga surkay olmay, bu yerlar sal o'sha biz turgan joylarimiz unaqa asfalt, ozoda joylar emas ekan, toshlar, tuproqlar bor ekan. Endi yashayotgan toshlarni olib o'pib, ko'zimga surtib, endi o'zim yerga yotolmaganimga yarasha toshni olib o'pyapman, ko'zimga surtyapman, yig'layapman. Biroq shunaqa o'tirsam, avtobusda janjal bo'lyapti. Keyin chiqsam, nima gap ekan desam, bitta odamning kampiri yo'qolib qolibdi. Diqqatimni hozir topib kelamiz kampiringizni. Xotirjam bo'ling deb, lekin bizga katta ish bo'ldi endi u. Biz yana qaytib ketishga Madina Munavvaraga, Masjidul Nabaviyga borishga bitta sabab, bahona topildi menga. Hali odamni bitta o'g'lini yetaladim, jiyanini. Yuring dedim, hozir elingizni topib kelamiz dedim. Bordimda ashitda turgan, xotirlamda joyda turar ekan, ashitga borib ashitda turgan bir haligi askardan so'radim. Ma'da bir kampir bordi, ko'rdim desam, nechta kampir bor u edi dedi. Dedi. Haligi bola bilmaydi nima degan endi. Lekin
Mashina turib turing, mashina keyin eski kelib qolar ekan dedim, xudo xolasa. Qarab turing, shu yerlarda qayda turgandir degangiz dedim-da. Kirib ketib o'zim maza qilib namoz o'qishni boshladim. Ravza-i Mutahharada bunda bo'lingan ayvonlar ko'p bo'linib ko'p-ku anaqa mana. Shunaqa regl deydi-da. Shunaqa bo'linganlarda har bittasida namoz o'qib chiqyapman. Arqamchasiga yuraman. 2 rakatdan namoz o'qiyman, 4 rakat, 2 rakat namoz o'qiyman. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga xitob qilingan sura va duho o'qiyman, alam nashro o'qiyman, inna atoyni o'qiyman. Shunga o'xshagan oyatlardan, suralardan o'qib, arqamchasiga chiqib keldim. To darvozadan chiqdim, masjid darvozalaridan chiqdim. Masjid darvozalaridan chiqqanda shu vaqtlarda jiq qurilish bo'lib, hamma yo'q qurilish bo'layotgan joy iversib turadi-yu. Shag'al tuproq shunaqa ekanda. Hozir unaqa emas, ozod bo'lib ketgan bo'lsa kerak edi. Endi shu turpoqda namoz o'qidim ekan. Shu shag'alda turpoq, tosh tuproqning ichida janamozsiz bejanamoz ishida bir mazza qilib namoz o'qib oldim. Yerda shunday turib tuproqda namoz o'qidim. Keyin duo qilib sekin turib, "Ali bolam yuring endi ketdik" deb ketdik. Topilmadimi, ko'rinmadi, men ham topolmadim endi dedim. Lekin borsak kampir kelib qopti. Lekin haligi chol kampir bilan urushyapti. "Ey, qanaqa odamsiz? Bu yana bizni shafoat qildi. Biz to'ymovdik ibodatga. Biz qonimiz to'ymadi, hozir ham och ketyapmiz. Yana bitta hamda kampir bormi yo'qolgan, yana bir qaytib borib kelsan." degan. Ya'ni mana shunaqa bo'lar ekanda, o'sha Xudo shuni qadrini bildirsin do'stlar. Borganlarimiz shuni qadrini bilib, qadrlab ibodat qilib kelishimizni nasib qilsin.